2026 yilgi Chevrolet Cobalt. Bu ko'pchilikka tanish, ammo yanada zamonaviylashgan sedan. Cobalt ilk bor 2000 yillarning boshida Chevrolet liniyasida paydo bo'lgan bo'lsa, hozirgi avlod asosan ishonchlilik va arzon xizmat ko'rsatishga urg'u beradi. 2026 model tashqi ko'rinishda silliq chiziqlar, yangilangan old panjara va zamonaviy faralar bilan yanada chiroyli ko'rinadi. Salon esa keng, oddiy, lekin qulay bo'lib, kundalik haydash uchun yetarli barcha funksiyalarga ega. Texnik tomondan Cobalt 5 litrli benzin dvigateli bilan taklif qilinadi. U tejamkor va shaharda bemalol harakatlanish uchun qulay. Mexanik va avtomat uzatmalar qutisi variantlari bor. Shu sinfdagi Hyundai Accent yoki Kia Rio bilan solishtirganda, Cobalt arzonroq narxi va ehtiyot qismlarining oson topilishi bilan ajralib turadi. Narxi bozorda nisbatan qulay bo'lib, oilaviy va kundalik foydalanish uchun juda mos. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Cobalt bu hashamat emas, balki ishonchlilik, qulaylik va tejamkorlikni bir joyga jamlagan avtomobil. Kundalik hayot uchun oddiy, lekin ishonchli mashina izlayotganlar uchun yaxshi tanlov.